Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Qariyalarga gaz yetkazish bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash bo'ladimi? Kimning qarzi kamayishi mumkin? Kim esa aksincha qo'shimcha to'lovga tushib qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir xonadon uchun muhim. Chunki gaz hisob-kitobidagi bitta xato ham pensiyadagi odamni, kam ta'minlangan oilani yoki oddiy abonentni katta qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Agar sizning uyingizda nafaqadagi ota-onangiz, buvi-buvangiz yashasa, agar hisoblagich eski bo'lsa, agar gaz to'lovi bo'yicha qarzdorlik chiqqan bo'lsa yoki qariyalarga bepul ekan degan gapni eshitgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuda eng ko'p chalkashiladigan joylarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Qariyalarga gaz avtomatik tarzda bepul beriladimi? Yo'q. Odatda gaz faqat yoshga qarab. Ya'ni odam pensiyaga chiqqani uchun avtomatik bepul bo'lib qolmaydi. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Men pensionerman, demak gazga pul to'lamayman degan tushuncha amalda hamma uchun umumiy qo'yda emas. Gaz ta'minoti kommunal xizmat hisoblanadi. Ya'ni xonadonga gaz keladi, hisoblagich orqali sarf o'lchanadi yoki ayrim holatlarda belgilangan me'yor bo'yicha hisoblanadi. Keyin abonentdan to'lov talab qilinadi. Bu yerda abonentning yoshi emas, birinchi navbatda shaxsiy hisob raqam, gaz sarfi, tarif, imtiyoz bor yo'qligi, subsidiyaga tushgan-tushmaganligi, hisoblagich holati va hujjatlar muhim. Lekin bu qariyalarga umuman yordam yo'q degani emas. Ayrim toifadagi fuqarolarga davlat tomonidan yordam, kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy himoya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi qariyalar, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan oilalar, urush yoki mehnat faxriysi maqomiga ega bo'lgan ayrim shaxslar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ammo bu imtiyozlarning har biri hujjat bilan tasdiqlanadi va avtomatik tarzda hamma pensionerga qo'llanmaydi. Endi 2026 yilda qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak? Qayta hisoblash bu oldingi davr uchun gaz to'lovi noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni qaytadan tekshirib, to'g'ri summani chiqarish jarayonidir. Bu har doim ham abonent foydasiga bo'lmaydi. Ba'zan qarz kamayadi, ba'zan ortiqcha to'langan pul keyingi oyga o'tkaziladi. Ba'zan esa aksincha oldin kam hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha qarz chiqadi. Oldin ko'p xonadonlarda hisob-kitob, qog'oz, kvitansiya, mahalla yoki gaz idorasi orqali og'zaki tushuntirish, hisoblagich ko'rsatkichini qo'lda yozib topshirish asosida yuritilgan. Bunday sharoitda xatolar ko'p bo'lgan. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri yozilgan, eski qarz yangi abonentga o'tib ketgan, bir oyda 2 marta hisoblangan, imtiyoz vaqtida kiritilmagan, uyda odam yashamagan bo'lsa ham me'yor bo'yicha to'lov yozilgan. Hozir esa tizim tobora raqamlashtirilyapti. Shaxsiy hisob raqamlar, elektron bazalar, mobil ilovalar, bank to'lovlari, onlayn qarzdorlik tekshirish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bu yaxshi tomoni, abonent o'z qarzini tezroq ko'radi. To'lov tarixi saqlanadi, ariza elektron topshirilishi mumkin. Lekin xavfli tomoni ham bor. Eski xatolar bazaga noto'g'ri ko'chib o'tsa, abonent ularni vaqtida ko'rmasa, keyinchalik katta qarz bo'lib chiqadi. 2026 yilda qayta hisoblash masalasida eng muhim jihat shuki, kimdir hammaning gazi qayta hisoblanadi va qariyalardan pul olinmaydi desa, bunday gapga darhol ishonmang. Qayta hisoblash odatda aniq sabab bo'lganda qilinadi. Masalan, hisoblagich noto'g'ri ishlagan bo'lsa, plombaga zarar yetmagan holda texnik nosozlik aniqlansa, tarif noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, imtiyoz yoki subsidiya bazaga kech kiritilgan bo'lsa, abonent vaqtincha uyda yashamagani hujjat bilan isbotlasa yoki gaz ta'minot tashkiloti o'z xatoni tan olsa, mayinkisin bir kim xavotir olish kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Eng ko'p muammo 3 toifadagi odamlarda chiqadi. Birinchisi yolg'iz yashaydigan qariyalar. Ikkinchisi eski hisoblagichli xonadonlar. Uchinchisi qarzdorlikni ko'rmasdan yillar davomida o'z-o'zidan to'lab yurgan abonentlar. Masalan, bir pensioner onaxon yolg'iz yashaydi. Uyda faqat gaz plitasi va isitish qozoni bor. Qish oylarda gaz ko'p ketadi, yozda kam ketadi. Agar hisoblagich ko'rsatkichi har oy aniq kiritilmasa, tizim taxminiy hisoblab ketishi mumkin. Tasavvur qiling, onaxon har oy 100 ming so'mdan to'lab yurdi, lekin aslida qish oylarida 300 ming so'mlik gaz sarflangan. Bir yil oxirida 2 million so'm atrofida farq chiqishi mumkin. Onaxon men to'lab yurgandim-ku deydi. Ha, to'lagan. Lekin
to'lov haqiqiy sarfni yopmagan bo'lishi mumkin. Mana shu holatda qayta hisoblash qilinsa, qarz kamaymasdan, aksincha aniq sarf bo'yicha qarz tasdiqlanishi ham mumkin. Ikkinchi misol, otaxonning uyida gaz hisoblagich bor, lekin hisoblagich eski, ko'rsatkichlari qiyin o'qiladi. Gaz xodimi kelib, ko'rsatkichni 1,2/5 o'rniga 1,2/5 deb yozib ketdi. Farq 900 kub metr bo'lib qoldi. Agar 1 kub metr shartli ravishda 6,000 so'mdan hisoblangan bo'lsa, bu bejiho 5000 so'm ortiqcha qarz degani. Agar tarif boshqa bo'lsa, summa ham boshqa bo'ladi. Otaxon buni darhol sezmasa, keyingi oylar ustiga penya yoki ogohlantirish kelishi mumkin. Bunday holatda qayta hisoblashdan talab qilish kerak. Hisoblagichning haqiqiy ko'rsatkichi suratga olinadi, dalolatnoma tuziladi, noto'g'ri kiritilgan ko'rsatkich tuzatiladi. Uchinchi misol, bir oilada uy egasi vafot etgan. Uyda uning rafiqasi, ya'ni pensioner ayol yashayapti. Shaxsiy hisob raqam hali ham marhum odam nomida turibdi. To'lovlar qilinyapti, lekin imtiyoz yoki subsidiya rasmiylashtirilmagan. Keyin ayol men pensionerman, nega menga yengillik berilmayapti dedi. Sababi oddiy. Tizimda abonent sifatida u ko'rinmayapti. Hujjatlar yangilanmagan. Bunday vaziyatda gaz idorasiga borib, meros hujjati yoki uy hujjatlari, pasport, kadastr, shaxsiy hisob raqam ma'lumotlari bilan abonent ma'lumotini yangilash kerak bo'ladi. Aks holda imtiyoz bo'lsa ham qo'llanmasligi mumkin. 4-misol, qariyalar yozda farzandlarinikiga ketib, uyda 3 oy yashamaydi. Ular o'ylaydi, uyda hech kim bo'lmasa, gaz ham yozilmaydi. Agar hisoblagich bo'lsa va gaz ishlatilmagan bo'lsa, ko'rsatkich o'zgarmaydi. Lekin hisoblagich bo'lmasa yoki nosoz bo'lsa, me'yor asosida hisoblanishi mumkin. Bunday holatda biz uyda bo'lmaganmiz degan gapning o'zi yetmaydi. Buni tasdiqlovchi hujjat, masalan, vaqtincha boshqa manzilda bo'lganlik, davolanishda bo'lganlik, safarda bo'lganlik. Mahalla ma'lumotnomasi yoki boshqa asoslar talab qilinishi mumkin. Har bir hududda amaliyot farq qilishi mumkin. Shuning uchun ariza bilan rasmiy murojaat qilish muhim. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning hisoblagichingiz ishlayotgan bo'lsa, plombasi butun bo'lsa, ko'rsatkichlarni har oy tekshirib tursangiz, to'lovlarni bank yoki ilova orqali rasmiy qilsangiz, qarzdorlikni shaxsiy hisob raqamdan kuzatib borsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, katta muammo chiqish ehtimoli kam. Lekin baribir har oy kamida bir marta qarzdorlikni tekshirib turishni maslahat beraman. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Bepul degan so'z ko'pincha noto'g'ri ishlatiladi. Ba'zan odamlar subsidiyani bepul deb tushunadi. Aslida subsidiya degani davlat yoki tegishli tizim sizning xarajatingizning bir qismini qoplab berishi mumkin degani. Bu to'liq bepul degani emas. Masalan, xonadon 5 ming so'mlik gaz ishlatdi. Ijtimoiy yordam sifatida 1 ming so'm qo'plandi, qolgan 3 ming so'mni abonent to'lashi kerak bo'ladi. Agar odam menga subsidiya bor, demak umuman to'lamayman deb o'ylasa, qarz yig'ilib ketadi. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz shaxsga berilishi mumkin, lekin gaz xonadonga hisoblanadi. Agar imtiyozli shaxs boshqa manzilda ro'yxatda tursa, lekin amalda sizning uyingizda yashasa, imtiyoz avtomatik sizning gaz hisobingizga tushmasligi mumkin. Aksincha, pensioner shu uyda ro'yxatda, lekin boshqa joyda yashasa ham, hujjatdagi holat va haqiqiy holat o'rtasida farq paydo bo'ladi. Shuning uchun ro'yxat, yashash manzili, shaxsiy hisob raqam, oilaviy tarkib bir-biriga mos bo'lishi kerak. 3-nozik jihat, hisoblagich plombasi. Men alohida ogohlantiraman, plombaga hech qachon tegmang. Hatto u osilib turgandek ko'rinsa ham o'zingiz tuzatmang. Plomba shikastlangan deb topilsa, gaz tashkiloti buni noqonuniy aralashuv deb baholashi mumkin. Natijada me'yor bo'yicha katta qayta hisoblash qilinadi. Ba'zan bu summa bir necha million so'mga chiqib ketadi. Shuning uchun plomba bo'yicha muammo ko'rsangiz, darhol suratga oling, gaz idorasiga yozma murojaat qiling. Davolatnoma tuzilishini talab qiling. 4-nozik jihat, hisoblagich nosozligi. Agar hisoblagich aylanishdan to'xtasa, juda sekin aylansa yoki aksincha g'alati ko'rsatkich bersa, buni menga foyda deb o'ylamang. Keyin tekshiruvda nosozlik aniqlansa, sarf o'rtacha me'yor yoki oldingi davr ko'rsatkichlari asosida qayta hisoblanishi mumkin. Bu abonent uchun og'ir bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l nosozlikni darhol xabar qilish. Agar siz o'zingiz birinchi bo'lib xabar qilsangiz, keyingi nizolarda bu sizning foydangizga dalil bo'ladi. 5-nozik jihat, eski qarz. Uy sotib olayotganda yoki meros qilib olayotganda ko'pchilik faqat kadastrga qaraydi, lekin kommunal qarzdan tekshirmaydi. Keyin gaz bo'yicha eski qarz chiqadi.
bu mening qarzim emas, oldingi egasiniki deyish mumkin. Lekin amalda hisob raqam bo'yicha muammo yangi yashovchiga ham ta'sir qiladi. Gaz uzilishi, ulashda muammo, kelishmovchilik. Shuning uchun uy oldi sottisida gaz, elektr, suv chiqindi bo'yicha qarzdorlik ma'lumotnomasini albatta oling. 6-nozik jihat qariyalar nomidan firibgarlik. Ba'zan noma'lum odamlar kelib 2026 qayta hisoblash bo'ladi, pensionerlarga gaz bepul, hujjatlaringizni bering, kartangizni bering, kodni ayting deyishi mumkin. Hech qachon plastik karta kodi, SMS kod, bank ilovasi paroli, pasport nusxasini begona odamga bermang. Haqiqiy imtiyoz yoki qayta hisoblash rasmiy idora orqali ariza asosida ro'yxatdan o'tgan tartibda amalga oshiriladi. Ko'chada, telefonda, telegramda kelgan noma'lum havola orqali emas. 7-nozik jihat qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish. Agar sizga gazdan qarz bor degan xabar kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Men pensionerman, menga tegmaydi deb o'ylash xato. Gaz ta'minoti tashkiloti belgilangan tartibda qarzdor abonentga nisbatan cheklov qo'llashi mumkin. Agar qarz noto'g'ri bo'lsa, uni vaqtida isbotlash kerak. Ogohlantirish kelgandan keyin kutib yurish. Keyin gaz uzilgach shoshilish ancha qiyin bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hisob raqamingizni aniqlang. Gaz bo'yicha har bir xonadonning abonent raqami bo'ladi. Uni eski kvitansiyadan, gaz idorasi hujjatlaridan, mobil to'lov ilovalaridan yoki hududiy gaz ta'minoti tashkilotidan bilib olishingiz mumkin. Agar uy qariyaning nomida bo'lsa, uning hujjatlari bilan, agar farzandlari to'layotgan bo'lsa. Abonent kim nomida ekanini aniqlab oling. Ikkinchi qadam, hozirgi qarzdorlikni tekshiring. Buni bank ilovalari, to'lov tizimlari, gaz ta'minoti tashkilotining rasmiy kanallari yoki bevosita abonent bo'limi orqali qilish mumkin. Qarzdorlik chiqqanda faqat umumiy summaga qaramang. Qaysi uchun? Qaysi tarifda, qaysi ko'rsatkich asosida hisoblanganini so'rang. Aynan 3-qadam hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Surat aniq bo'lsin, raqamlar ko'rinsin. Imkon bo'lsa sana bilan saqlang. Har oy bir xil kunda suratga olishni odat qiling. Masalan, har oyning ilk kuni ertalab hisoblagichni suratga olasiz. Keyin agar tizimda boshqa raqam chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 4-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Sizga odatda pasport yoki ID karta, uy kadastri yoki egalik hujjati, shaxsiy hisob raqam, gaz hisoblagich hujjati, oxirgi to'lov kvitantsiyalari. Agar imtiyoz bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat. Kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy daftarga kiritilganlik bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 5-qadam, agar qayta hisoblash kerak bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Men falonchi falon manzildagi gaz abonenti, shaxsiy hisob raqamim falon, gaz to'lovi bo'yicha hisob kitobni tekshirib, qayta hisoblashni so'rayman. Sababi hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, imtiyoz hisobga olinmagan, uyda yashalmagan davr hisoblangan yoki qarzdorlik kelib chiqishiga aniqlik kiritilmagan arizaga hujjat nusxalarini, suratlarni, kvitansiyalarni ilova qiling. Eng muhimi, ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhr oling. 6-qadam, dalolatnoma talab qiling. Agar masala hisoblagich, plomba, texnik nosozlik, gaz bosimi, uzilish yoki noto'g'ri ulanish bilan bog'liq bo'lsa, xodim kelib faqat og'zaki aytib ketmasin. Dalolatnoma tuzilsin. Dalolatnomada sana, manzil, hisoblagich raqami, ko'rsatkich, plomba holati aniqlangan holat. Xodimlarning ism, familiyasi yozilishi kerak. Siz ham o'qib chiqib imzo qo'ying. Agar rozi bo'lmasangiz, dalolatnoma mazmuniga e'tirozim bor deb yozib qo'yishingiz mumkin. 7-qadam. Imtiyoz yoki subsidiya masalasini alohida tekshiring. Gaz idorasidan menga imtiyoz bormi deb umumiy so'ramang. Aniq so'rang, mening shaxsiy hisob raqamimga qaysi ijtimoiy yengillik qo'llangan, qaysi sanadan qancha summa qoplangan, qaysi hujjat asosida. Agar siz kam ta'minlangan oila bo'lsangiz yoki yolg'iz yashovchi qariya bo'lsangiz, mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ro'yxatga kiritilganingizni tekshiring. Ko'pincha odam yordamga haqli bo'ladi, lekin ariza bermagani uchun tizimda ko'rinmaydi. 8-qadam, to'lovlarni faqat rasmiy yo'l bilan qiling. Qo'lga pul berib keyin kiritib qo'yaman degan gaplarga ishonmang. Bank ilovasi, kassa, rasmiy to'lov tizimi orqali to'lang. Har bir to'lovdan keyin chekni saqlang. Elektron chek bo'lsa, skrinshot qilib alohida papkaga joylang.
Qariyalar ko'pincha chekni tashlab yuboradi. Keyin to'lagandim deb isbotlay olmaydi. Farzandlar, iltimos, ota-onangizning kommunal to'lovlarini kamida oyda bir marta tekshirib bering. 9-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval hududiy gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qiling. Javob qoniqtirmasa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, mahalliy hokimlik, prokuratura qabulxonasi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Lekin har doim dalil bilan boring. Ariza nusxasi, javob xati, hisob-kitob, suratlar, to'lov cheklari. 10-qadam. 2026 yilga tayyorgarlikni hozirdan boshlang. Agar qayta hisoblashlar, tarif o'zgarishlari yoki bazalarni yangilash bo'lsa, hujjati tartibli odam qiynalmaydi. Eng katta muammo hujjati chalqash, hisoblagichi nosoz, qarzi tekshirilmagan. Abonent nomi eski bo'lgan xonadonlarda chiqadi. Shuning uchun hozirdan shaxsiy hisob raqamingizni, qarzdorlikni, hisoblagichning imtiyoz hujjatlarini tekshirib qo'ying. Endi asosiy xulosani aytaman. Qariyalarga gaz odatda faqat pensioner bo'lgani uchun avtomatik bepul bo'lmaydi. Yordam, imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin, lekin bu alohida hujjat, alohida tartib va alohida tekshiruv talab qiladi. 2026 yilda qayta hisoblash bo'lsa ham, bu hamma uchun qarz kechiriladi degani emas. Qayta hisoblash xatoni tuzatish jarayoni, hatto esa ba'zan abonent foydasiga, ba'zan tashkilot foydasiga chiqishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Eshitdim, aytishdi, mahallada shunday deyishyapti degan gap bilan ish tutmang. Faqat rasmiy ma'lumot, yozma ariza, hujjat, chek va dalolatnoma bilan harakat qiling. Ayniqsa uyda qariya yashasa, ularning kommunal qarzlari va hujjatlarini tani farzandlar nazorat qilishi kerak. Chunki qariya odam ko'pincha navbatga borishga, ilovadan tekshirishga, ariza yozishga qiynaladi. Lekin qarz aynan uning nomiga chiqib qoladi. Agar sizda gaz bo'yicha qarzdorlik, imtiyoz, qayta hisoblash yoki hisoblagich muammosi bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hudud, qanday muammo, qancha qarz chiqdi? Qayta hisoblash qildirdingizmi? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi bor odamlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ularni katta qarzdan va ortiqcha asabiylikdan saqlab qolishi mumkin.